Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida ihson va sadaqa qiluvchi saxiy insonlarni Allohga mahbub bandalar deb ta'riflab muborak hadislarda aytadilarki, saxiy deydilar. Saxiy kishi o'sha zakotini o'rnida beradigan, ushrini va insonlarga nafaqatini vaqtida beradigan saxiy kishi Allohga yaqin, jannatga yaqin, bandalarga yaqin va do'zaxdan uzoqdir dedilar. Qarang, saxiy inson Allohga yaqin, jannatga yaqin, bandalarga yaqin, do'zaxdan uzoq dedilar. Chunki saxiy insonni bandalar ham yaxshi ko'radi-da. Nafaqat Alloh, balki bandalar ham yaxshi ko'radi. Baxil esa dedilar, baxil Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan ham uzoq, jahannamga yaqin dedilar. Baxillik insonni jannatga emas, balki jahannamga yaqinlashtiradigan illat ekan. Chunki baxillik qilasiz, Allohning buyrug'iga osiylik qilasiz-da, zakotni bergingiz kelmaydi baxil inson. Deydi, o'zim mehnat qilib topdim-ku deydi. Nimaga endi kambag'alga berishim kerak deydi. Baxil inson. Mana shu baxilligi uni nima qiladi? Itoatsizlikka, osiylikka olib borib, oxiri insonni do'zaxga yaqinlashtiradi. Albatta saxiy johil dedilar payg'ambar alayhisalom. Saxiy o'zi saxil, lekin johilroq. Baxil obiddan ko'ra ibodat ko'p qiladi-yu, lekin baxil o'shandan ko'ra yaxshiroq dedilar payg'ambar alayhisalom. Qarang, saxiy johil baxil obiddan ko'ra yaxshiroq dedilar.